Menga qaralaring, men hozir ishga ketyapman. Qaytib kelguncha hamma yoqda chinni piyola qilib o'tirlaring. Tushunlaringmi? Xo'p, kelaman men. Menga qaralaring. Hammang bilib ishlaringni qil. Allo, Tohir aka, xudo. Opalarim bor, nima g'amim bor? Yana menga qolib ketdimi hammasi? To'yingizga Shahlo Ahmedovani chaqirib. Unda mayli ishlang, bu bo'ldi, tur ovqat qil. O'zingni hozir shallaq ekan deb o'ylaydi. O'zing ovqat ham qilasan, ishlaring yo'qsa, uydan o'spirsang, kerak bo'lsa, podiziyam yig'tirib qo'yasan. Opa, qarashvorsinchi. Menga yetaman hozir. Shahlo, tur iltimos uydan yig'ishtirishga qarashvorgin. Bitta o'zimga qolib ketdi. Opam aytdi, yigiti bilan sevishib yotibdi. Ha? Qarashvorchi, men ketdim. O'zingni ish qilib qo'yasan. Voy, meni kiyimlarimni kiyib olib qaytib ketyapsiz, qo'llarimni kiyib olib. Xo'p, gapirma, Shahlo. Meni kiyimlarimni yo'lishyapsan. Kiyimimni kiyib olganini qarash chiqaysan, bitta ish qilib ko'rishadi. Meni kiyimim. Allo qizlar, men boribman, ishlarni qilib qo'yinglar. Kelaring. Qo'yasizlar. Oyi, hamma ishlarni qilib, top-toza qilib qo'ydik, hamma joyi zo'r bo'ldi. Молодец, aqlli qizlarim o'zimmi? Tilla qizlarim. Oyijonim, ishlarda charchab qolmadingmi? O'zim onam, men sizga aytsam, anularingiz. Hozir men bularni o'zim, Aziza, Umida, qancha tezroq kellaring, hozir meni. Asal qizim o'zimmi? Kichkintoyim.